Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Omonmisizlar. 2025-yil 7-aprel sanasi sport bilan 100 kun nomli challenge'imizni bugun mana 20-kunidamiz. Bugun sizlarga bir ogohlikka chaqirib hamda ma'lumotlar aytib bermoqchi edim. Kvadroberlik degan submadaniyat kuzatildi bizda ham. Fransiyada ko'zimiz tushganda unda videolar, ya'ni kunuzda ko'rgandim o'tgan yili. Kvadroberlik harakati, ya'ni 150-200 ga yaqin insonlar to'planib olishib, o'zini hayvonlarga taqlid qilgan, asosan itlarga taqlid qilib, shunaqa maskalar taqib, ko'chada to'planishib, hurib, shunday bir sirkanchiliklar qilishgandi. Bunday holat 2024-yil 10-oktyabrda O'zbekiston, ya'ni Toshkentda kuzatildi. 11-oktyabr kunida esa haqiqatan bir kichkina qiz ko'chada, ya'ni metroda yurib insonlarga tashlandi deyildi. Ya'ni itga taqlid qilyapti, hayvonlar, ya'ni inson o'roq 4 oyoqlab yurib, shunday bir o'zini insonlarga hayvonlarga taqlid qilishlik kvadroberlik deb atalardi. Bu bilan nima demoqchimiz? Har qanday oqimlar, yangi bir submadaniyatlar paydo bo'lyapti. Shulardan farzandlarimizni, ukalarimizni yoki singillarimizni, yosh avlodni saqlab qolishimiz kerak. Bir hikoya keldi. Shu o'rinda bir podshoh bo'ladi. Podshohda farzandi yo'q bo'ladi. Anchadan keyin farzand ko'radi. U ham bir qulog'i yo'q tug'iladi. Vazirlarga aytadi, deydi, bu g'alati bo'ldi-yu. Shuncha kutgan farzandim ham bir quloqsiz tug'ildi. Endi bu qanday voris qilib qoldiraman buni desa, o'ylanishadi, bir ilojini topaylik desa. Vazirlari aqllilik qilib aytishadiki, hamma bugundan boshlab tug'ilgan bolalarni qulog'ini kesib tashlaymiz deydi. Barchasini shu kundan boshlab qulog'i kesiladi. Oradan ancha vaqt o'tadi, vazirlar, podshohlar almashadi, ya'ni bir quloqlilar jamiyat yuzaga keladi. Quloqlilar jamiyati yuzaga kelib, u yerda boshqa mamlakatdan yashash uchun bir inson keladi. Qarasa, hammasi bir quloq. Haligilar deydi, "Sening ikkita quloqing bormi?" deydi. "Ha" desa, "Insonlarda ikkita qulog'i bo'lmaydi, bitta qulog'i bor bo'ladi" deydi. Haligi insonni qo'yingki, bir quloqini kesishga majbur qilib yuborishadi. Chunki jamiyat shu, ya'ni muhit muhim deyiladi. Muhitni qarasi shunaqa, hammasi bir quloqlik. Oxiri u yerda yashash uchun bir quloqni kestiradi. Demoqchi bo'lganim, inson o'zini yo'lini topishi kerak, bir quloqni saqlab qolish kerak. Hozir submadaniyat, qanday bir g'arbga taqlid qilish, o'zimiz milliy qadriyatlar yo'qolib boryapti. Shunga bir eslatib qo'yay deb sizlarga murojaat qilyapman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.